Hurmatli futbol ishqibozlari va ixlosmandlari, sizlarni 2025-yil 9-may kuni Surxondaryo viloyati Bandixon tumani Birdamlik mahallasida bo'lib o'tadigan mini futbol bo'yicha xotira turniriga taklif qilamiz. Mazkur musobaqa Xudoyqulov Eshniyoz bobo hamda o'g'illari Normengli bobo, Normo'min bobo va Normurod bobolarning xotirasiga bag'ishlab, ularning farzandlari tashabbuslari bilan o'tkazilmoqda. Turnirda quyidagi hududlardan taniqli futbol jamoalari va futbolchilar ishtirok etadi. Surxondaryo viloyatining eng kuchli jamoalari Qashqadaryo, Samarqand, Navoiy, Sirdaryo, Buxoro viloyatlari hamda Toshkent shahrida el tanigan futbolchilar ishtirok etadi. G'oliblar quyidagi pul mukofotlari bilan taqdirlanadi. Birinchi o'rin 6 million so'm, ikkinchi o'rin 4 million so'm, uchinchi o'rin 2 million so'm va to'rtinchi o'rin 1 million so'm. Shuningdek, quyidagi nominatsiyalar bo'yicha alohida sovrinlar beriladi. Eng yaxshi o'yinchi, eng yaxshi darvozabon, eng yaxshi himoyachi, eng yaxshi hujumchi, eng ko'p gol urgan o'yinchi, eng yosh o'yinchi, eng yoshi katta o'yinchi. Turnir davomida kiritilgan barcha gollarga pul mukofotlari ajratiladi. Barchangizni ushbu futbol bayramida faol ishtirok etib, sport zavqini his etishga chorlab qolamiz. Keling, sport ruhini ulug'laylik va ezgu xotirani birgalikda yod etaylik. Faxr bilan eslaymiz, sport bilan yod etamiz shiori ostida bo'lib o'tadigan futbol o'yinimizga barcha vohadoshlarimizni chorlab qolamiz.